Hammaga assalomu alaykum qizajonlar. Menda bugun yangi kargo keldi. Qaranglar qanaqa chiroyli qilib terib chiqqanman. Ko'plar meni o'ylaydi, magazinim bor deb. Yo'q qizlar, hozircha yo'q, inshaalloh bo'lib qoladi. Bu meni uyimda shunaqa polkalar to'g'rilab qo'yganman. Hamma narsa bor, lyuks tovarlar, Lancome, Victoria's Secret, Bass Body, Beauty Creation. Masalan, bugun Sephoradan Rare Beauty shunaqa nabori keldi. Mana bunaqa rumiyanali nabori, soch uchuni, keyin Beauty Creationdan, Shiglemdan, Moiradan, keyin mana Beauty Creation skrablar, tinlar, Victoria's Secretdan mista keldi qizlar, Bombshelldan, Very Sexy yangicha nabori. Body washlari cho'miladigan va Bass Body Work'dan mistlar keldi qizlar, yangi versiyalardan olib keldim. Hammasi amerikanskiy bo'ladi, ofitsial saytidan zakaz qilinadi. Masalan, bu ordinary Sephora, Amerika Sephora saytidan zakaz qilaman. Xullas, narxlar va obzorlar Telegram kanalda zakazdan ham o'sha yerdan berib olasizlar qizlar. Menda tovar juda ham ko'p, bemalol ishonib oling.